Fabrikdan kelgan zakazlarimizni raspakovka qilamiz. Bu meni chekim. Summasini ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda ism familiyam yozilgan bo'ladi. Nakladnoyda bu. Yangi katalogimiz bu bizning Fabrik kompaniyasining 2026-yildagi 6-katalogi hisoblanib, 13-apreldan 3-maygacha davom etadigan. Bu yerda esa yangi hamkorlarimiz uchun shak sovg'alarimiz Boxy Hair serialimizdan shampuni, maskasi va svirtkasi sizga mutlaqo bepulga keladi. Endi esa zakazlarimizga o'tsak, bu yerda men o'zimga soch kraska bo'yaydigan nabor zakaz qilgandim. Qaranglar, yoshingiz o'tib ketdi. Fabrlik logotiplar tushirilgan. Bunisida ham bor ekan. Ya'ni udobniligi aralashtirasiz, sochingizni bo'yaysiz. Buni nima uchun qildim? O'zim sochimni bo'yash uchun qildim. Udobni bo'lish uchun. Va bu yerda o'shani nima ekan hozir ko'ramiz. Nakitka deb yozilgan. Ha, sochni bo'yash uchun nakitkasi. Oho. Zo'r. Qizlar. Yo'q, chappa ekan bu. Mana bunaqa qilar ekanmiz. Fabrik logotipi tushirilgan nakitka. Ya'ni sochni bo'yashda mana bunaqa qilib bo'yaverasizlar. Qanaqangi kiyimlaringizga zarar bermaydi. Qaranglar, qanday zo'r narsa o'zimga zakaz qilyapman. Va bizada иди сюда, поможешь мне. Endi bizada hozir qarasing nima qilganman Farzola. Zubnoy pasta, Farzola uchun qilganman. Ammo seriyamizdan qizimga zubnoy pasta qilganman. Вкусы клубничный. Bu yerda soch bo'yash uchun hamma narsani oldim. Endi buning uchun kraska ham olish kerak, to'g'rimi? Soch uchun kraska olganman o'zim uchun. Buni ichidagilarni ko'rsataman, ya'ni naborida nimalar bo'lishligini. Buni naborida mana perchatkasi, qo'llanmasi, mana shunaqangi, bunaqangi balzam. Naborida mana shuncha narsa bor. Xo'sh. Endigi navbat yana o'zimga qilganman Fabrik kompaniyasining kitlari. Ko'rib turibsizlar. Tonalni surtish uchun, pudra surtish uchun, bunisi esa menimcha rumyani surtish uchun. Hozir hammasini ochib ko'ramiz. Chexollarini qaranglar, qanday chiroyli. Hammasida fabrikda yozuvlar yozilgan. Ha. Buncha mazza bu. Tamam. Ko'ryapsanmi? Qanday mazza. Bu tonalni surtish uchun. Kis tonalni va krema. Farzand telefon bo'ldi. Nechiydi? Buni ko'rdik. Bunisi rumyananiki. Judayam muloyim, как nima desam, quyonni yengiga o'xshaydi. Mazza qildilar. Fabrik logotiplari tushirilgan. Va oxirgi kistimiz bu pudraniki. Ochilishi ham qiyinlashib ketdi. Mana pudrani pudra surtasizlar. Judayam zo'r, kачествosiga ham gap yo'q. Endigi navbat nimaga?
Sizlar tirnoqlarimizga siviritka qilganman. Oziqlantiruvchi, vitaminli siviritka. Hozir vitamin E bor tarkibida. Bu shunday просто так. Ikkitasi sotuvga, bittasi o'zimga qilganman. Mana bunaqa qilib tirnoqlaringiz ustiga bunaqa qo'yasizlar. Ana ustiga yedirib olasizlar. Har bittasiga shunaqa qilib surtib chiqasizlar. Tirnoqlaringizni mana mo'rtlashib qolgani yoki mana o'zi bo'ladi-ku, tirnoqlari yonboshlari yedirilib qoladi. Bir boshqacha bo'lib qurishib qoladi. Ayniqsa bahorda meni qo'llarim mana shunaqa bo'lib qoladi. Shu sababli o'zimga ham olganman, klientlarim ham zakaz bergan. Hidi ham как nima desam, limonni hidi keladi. Bu yerda konsiler qilganman. Ko'rib turganlaringizdek konsiler. Bu konsilerimiz Beauty Lab konsileri. Ya'ni ajinlarga qarshi kurashadi. Shunaqa konsilerimiz. Ya'ni mana bu qovoqlarimiz tomonda qora ishlarni, mana bu yerdagi qizarishlarni ketkazadigan konsiler. Hop, yana bu yerda o'zimga mana korobkasi tint tonalniy krem. Ya'ni lёгкий tonalniy krem, ya'ni kunduzi lёгкий tonalniy qilaman desangizlar yuzlaringizni, mana shu tintni tavsiya qilaman. Ham yuzlaringizni zo'rib turadi, ham yengil, og'irlik bermaydi. Tush. Bu tushni zakazga qilganman, коричневый цвет. Lekin ko'rsatolmayman. Blesk, детский blesk. Buni qizimga qilganman. Hali o'zini xabari yo'q. Ko'rsatgan paytim o'tib bilan ko'rsataman, o'tib ketib qoldi. Keyin bu ham klientga 4 talik paletkachamiz. Bu pomada. Bu ham zakazga. Mana. Zakazlarimiz yana bu yerda Blackbuster atirimiz, muskoy atir, parfumni. Buni ochib ko'rsatolmayman, chunki sotuvga. Siviritka для лица. Bu yerda kollagen 2% va C vitamini bilan birgalikda. Buni o'zimga qilganman. Chunki hozirda yuz dog'lari bilan kurashuv olib bormoqdaman. Yuzimda dog'im bor. Mana shu sababli o'zimga qilganman. O'zimni yuzimda mana bu yerimda dog' bo'lgan. O'zimiz bu ochilishini qarang, qiynalishini. Buzib tashladim. Mana siviritkani turishi. Shunday ekonomli ishlab chiqarilgan. Buni hali yuz o'qitlarim qilgan paytim ko'rib o'tsangizlar bo'ladi. Ya'ni buni retinol bilan birgalikda ishlatmoqchiman. Retinol ishlatilmagan kunlari bu vitaminni ishlataman. Enzim gel, ekspert seramiz enzim gel. Bunisi esa umivalka tensikin naborimizdan. Bu ham zakazga tensikin. Bular zakazga. Aysul naborimizdan vitamin tonik. O'zim yaxshi ko'raman, bittasi o'zimga, bittasi zakazga. Buni ochib ko'rsataman. Mana. Juda ham zo'r maza qilib ishlatgandim o'tgan safar ham. Yuzim maza qilgan shunaqangi. Arvanta parfumli atirimiz. Juda ham ko'pchilik klientlarim oladi, o'shaning uchun qo'shimcha qilganman zakaz. Bo'lsa qizimga spreycha, bu soch tarash uchun yordam beradigan sprey. Hidi ham yaxshi ekan. Nima uchun? Chunki meni qizim sochi jingalakka moyilroq, o'shaning uchun
biz anchagina sochini tarashga qiynalamiz. Shuning uchun har doim bunaqa spreylar, avval 17 tasi bitta spreyni olib ishlatgandim. Yaxshigina sochini oziqlantirib, o'sishiga ham yordamlashi kerak bo'lsa. Biopaket Love universalniy krem. Buni zakazga qildimmi yoki o'zimga qildimmi, xabarim ham yo'q, esimda ham yo'q, to'g'risini aytsam. Endi bu yerda ikkita retinol ночной krem va retinol svirtkasi va retinol yana ikkita retinol svirtkasi. Bularni bittasi o'zimga, bittasi zakazga shunaqa ketgan. Bu boya ochib ko'rsatgan C vitaminimdan. Mana ikkitadan qilganman, chunki klientim ham xuddi o'zimning yuzimda muammosi borligi uchun unga ikkalamizga bir xil zakaz berganman. Bu yerda ekspert seriyamizdan SPF 50 zagari, ya'ni quyoshdan himoyasi bor kunduzgi krem. Bittasi klientga, bittasi o'zimga. Buni ham ochib ko'rsam bo'ladi, ya'ni bittasi o'zimgaligi uchun. Mana ko'rinishi bunaqa bo'ladi. Ham oqartiruvchi xususiyatiga ham ega. Qo'shimchasiga quyosh nuridan kuchli himoyasi ham bor. SPF 50. Bundan tashqari bizada oqartiruvchi 15 ham bor. Men o'zim yaxshi ko'raman, o'shaning uchun bu oq ton ko'proq beradi. Kunduzi men tonalni ko'p ishlatmayman uyda yurgan paytim, o'shaning uchun oq ton beradigandan ham qilganman. Buni ichida SPF 15 bor, SPF 50 emas, lekin oq tonroq beradi. Ya'ni yuzingiz oppoq bo'ladi buni surtgandan keyin, tonal surtishingiz shart emas. Mana shu. Keyin ночной krem va kunduzgi krem. Va bu yerda sizlarga ko'rsatmaganlarimdan retinol ночной kremini tuzilishi mana shunaqa. Svirtkasini esa tuzilishi hozir ko'rsataman. Ochilmay ketdi, ochilishi ham qiyin bo'lib ketdi hozir. Va'da berib kelganman deyman, ochilmayman deb. Mana svirtkasini tuzilishi esa bunaqa. Ochilsa bunaqa ekonom, ya'ni yuzingizga bunaqa qilib surtib ishlataverasiz. Nima uchun ham retinolni svirtkasi, ham kremi, ham krem, ham C vitaminini qilganimning sababi, retinol bilasizlar har kuni ishlatilmaydi, o'zini tartibi bor. Retinol ishlatgan kunim o'zini svirtkasi bilan namlantiruvchi kremini ishlataman. Qolgan kunlari esa mana bu C vitamin bilan mana shu ekspert seriyasini kremini ishlataman. Chunki yuzimda ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shu yerimda ozgina uncha bilinmas dog'im bor. O'shani yo'qotish uchun, chunki u avval bilinardi, ancha vaqtdan beri o'zi davomiy ishlatib kelyapman ekspert seriyasini. Shu sababli anchagina sustlashgan, ya'ni rangi ochargan. Yordam bergani uchun yana qaytadan ishlatyapman. Retinolni nima uchun tanladim? Chunki poralar, ya'ni yuzimda poralar paydo bo'lgan, o'sha poralar uchun retinolni o'sha poralarimni ketkazish uchun retinolni tanladim. Buni ishlatish tartibini yana yaxshilab sizlar bilan bo'lishib boraman kelasi videolarimda. Kuzatishda davom eting. Yo'qotib qo'ymaslik uchun esa obunani bosib qo'ying. Kelasi raspakovkamizda ko'rishguncha xayr.